Assalomu alaykum qalbi go'zallarim. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan ajoyib o'zbek oshxonasi taomlaridan biri mochkichiri tayyorlaymiz. Bismillah deb ishimizni boshlaymiz. Qozonni olovga qo'ydik, o'rtacha yoqdik, yog' soldik, piyoz soldik. Mana ko'ryapsizlar. O'rtacha olovda piyozni 1-2 daqiqa qovuramiz. Albatta bu taomlarni o'z oilamga, o'z uslubim bilan qanaqa tayyorlasam, shunaqa ko'rsataman. Ana endi piyoz qovurilib turibdi, o'rtacha qovurildi. Kanalimda bor. Ovqat qizartiradigan tayyorlaganman, tomat, bolgarskiy pomidor qo'shib, shundan solamiz. Albatta video oxirida qancha masalliqlar, qancha nima solayotganimni o'zbek tilida yozib qoldiraman. Soldik, qovurdik. Piyozimiz unaqa sarg'ayib ketmadi, o'rtacha sarg'aydi. Qovurganimizdan keyin sekin olamiz. Xohlasanglar shu qizartiradigan o'rniga magazin tomatidan solsangiz ham bo'ladi. Unda 3-4 qoshiq solmaysizlar. 1 qoshiq solasizlar, 1,5 qoshiq. Lekin yetishim kerak. Tomatdan magazinikidan unaqa yaxshi chiqmaydi. O'rniga pomidor mayda to'g'rab solsangiz ham bo'ladi. Ana endi men qiymani yaxlatib olaman. Shu yaxlab qolgan, ya'ni yaxlatilgan qiymamni soldim. Ya'ni mol qiymasi mana ko'rasizlar. Olgan padlivamni yog'i ko'plik qildi, qaytib qozonga shunaqa sovaman. Unaqa yog'li xohlashmaydi bizning uydagilar. Albatta bittalab tushuntirmoqchi bo'laman, video tezlashtirilgan, video ketib qolyapti. Ovozim orqada qolib ketayotgan bo'lishi mumkin, buning uchun uzr so'rayman. Demak, davom etamiz. O'rta olovda qovuryapmiz. Mana shu muzlagan qiymali go'shtimni hozir yog'dan eritishga harakat qilyapman. Ko'rganinglardek mana sekin-sekin silikon lopatka orqali bo'lib turibman, tezlashtirdim videoni. Albatta aziz obunachilarim, qalbi go'zallarim, bu mochkichiriga yuziga qizil soldim, ya'ni tomat sila, tomat solmasdan oddiy piyozni qizartirib tilla rangga kiritib, mochkichirni ustiga tayyorlasangiz ham bo'ladi. Unaqa holatda ham tayyorlayman, unaqa holatda ham tayyorlayman. Mochkichir pishirishda davom etamiz. Videoda ko'rganinglardek kartoshkani katta-katta qilib solaman. Moshni 3 marta yuvib solaman. Ana endi tabga ko'ra ziravorlar solamiz. Kashnich, zira, qizil paprika shirini, bolgarskiy kukuni, ya'ni rus tilida paprika deyiladi. Shuni solib, o'rta olovda davom etyapmiz. Muzdek suv solaman. Muzdek suv soldim. Ya'ni suvni sovugandek qopqonni yopaman. Qaynash uchun olovni baland qilaman. Mana sal qaynashiga ozgina qolgan qopqonni ochib qarab turaman, shaqillab ketmasin. Qozon qopqog'i ham yog' bo'lib ketadi. Mana shu paytlarda mana shunaqa sho'rvani ko'pigini olib, shopirib yuboraman. Yosh kattalar bizga shuni o'rgatishgan, oyijonlarimiz, buvijonlarimiz. Past qilib nitratib, mosh ochilguncha qaynataman. Menda taxminan 30 daqiqa qaynadi. Mosh yumshash kerak. Mana ko'rganinglardek shunaqa qilib yumshoq bo'lib mosh ochilsin deyshadi. Yumshab ochiladi. Ko'ryapsizlar. Endi sizlarda qanaqa mosh ishlatasizlar bilmadim. Meni moshim 30 daqiqa qaynadi, ochildi past olovda. Ana endi 3 marta yuvilgan guruch soldim. Tuz soldim. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, boya ziravorlar solganda tuz solmagan edim. Endi tuz soldim. Endi suv kamlik qilganga o'xshadi. Ozgina suv sovordim, chunki guruch ishadi, suv kerak bo'ladi. Endi turkcha nani degan menda ziravor bor, ya'ni yalpizi quritilgani. Shundan bo'lsa so'rasizlar, bo'lmasa hech solmasanglar ham hech narsa qilmaydi. Menda bor bo'lgani uchun hid bersin deb soldim. Ahamiyat beringlar. Past olovda kelib boshqa ishlarimizni qilib tegini ko'lab ketamiz. Aziz qalbi go'zallarim, mana hozir olovni past qilib, ora-orada bir 3 daqiqa, 4 daqiqada tegi bilan ko'lab turamiz. Ana endi mana o'zim uslubim, onajonim o'rgatganlar. Shunaqa kartoshkani yirik solganim sababi sekin qozonning chetiga olib borib, shunaqa qilib ezib, pyure holiga keltirib kartoshkani ezib olamiz. Bu juda ham oson bo'ladi. Xohlasanglar kartoshkalar mana pishgan, olib boshqa narsada ezib, yana sovursanglar ham bo'ladi, qiynalsanglar deyman-da. Chunki qozon issiq, yoshi kichkinaroqlar bunaqa ish qilsa, nima deydi, xavfliroq bo'lsa, ovorish kerak bo'ladi. Ezib sovursa ham bo'ladi. Qalbi go'zallarim, aziz obunachilarim, sizlarga yetib o'tmoqchi edim. Nimaga tuzni keyin soldim? Bizlar yosh kattalar, onajonlarimiz o'rgatishganda, mosh solganingda mosh ochilmaguncha tuz solmagin, tuz qotirib qo'yadi moshni deyishardi, xuddi noxatga o'xshab. Shuning uchun men ham
Suv solganimda mosh qovurilgandan keyin muzdek suv soldim. Keyin miltiratib qaynatib qo'yib, mosh ochilgandan keyin tuzini soldim. Shuni aytib ketmoqchiman. Mana endi yana guruch solganimizdan keyin mana tez-tez ko'rab turibmiz. Tuzini ko'ramiz. Boshqa qoshiqda albatta kapkirda yoki cho'mishda tuzini ko'rmaymiz, alohida qoshiqda ko'ramiz, chunki ko'pchilikka tayyorlanayotgan ovqat. Albatta tozalikka rioya qilamiz. Va albatta ma'lumotlar bilmaganlar uchun, yosh qizchalarimiz uchun albatta bilganlarimni aytib ketyapman. Tez-tez aralashtirib turamiz. Mana mosh sekin quyuqlasha boshlayapti. Bizning oilamizdagilar mochkichirni unaqa suvni ko'p yeb ketishni xohlashmaydi. Ya'ni qattiq bo'lib ertasi kunga yoki 2 soatdan keyin qarasangiz, mochkichiri quyuq bo'lib qoladi, kesib oladigan bo'lib. Shuning uchun mana shunaqa suyuqroq holatda bo'lganda men o'chiraman. O'chirib qopqonni mana shunaqa qiya qilib 15 daqiqaga qoldiraman. Yosh kattalarimiz aytishardi, ovqat shira tortadi. Moshxo'rda, mochkichirga o'xshash ovqatlarimizni shunaqa o'chirib qo'yib, sal tovi ketsin deb qo'yishardi yosh kattalarimiz. Endi hozir yoshimiz katta, biz ham tushunyapmizki, mazali bo'lar ekan. Mana mochkichir ovqatimiz tayyor bo'ldi. Endi chiroyli qilib dasturxonga tortamiz. Mana ko'ryapsizlar, suyuqroq bo'ladi. O'rtacha suylikda bo'ladi. Agar sizlar quyuq bo'lishini xohlasanglar, sal ko'proq boya guruch suvini tortayotganda gazni o'chirmaysizlar, yana ham quyiltirasizlar. Albatta azobnachlarim, qalbi go'zallarim, boshida aytganimdek, men oilamga qanaqa tayyorlasam shunaqa ko'rsatdim. Hamma har xil tayyorlaydi, mochkichirini, moshxo'rdini, o'zbek taomlarini. Men o'z uslubimda ko'rsatdim. Albatta siz ham tayyorlab ko'ringlar. Ana endi boshida olgan shu qizil yuzini deymizmi, padliva deymizmi, chiroyli qilib surib dasturxonga tortamiz. Qalbi go'zallarim, albatta kanalim haqida fikringizni yozib qoldiring. Video retseptlarim yoqyaptimi, savolingiz bo'lsa bemalol yozib qoldiring, o'zim javob beraman. Xursand bo'laman. Kanalim sizga videolarim yoqayotganini bildiring. Albatta bunga ham xursand bo'laman. Albatta tayyorlayotgan taomlarimizni quvvati, ilm va ibodatga bo'lsin.